Okalar, legendalarning turishini qaranglar. Haqiqiy O'zbekistonda bo'lgan legenda mashina deb mashina aytsa kerak. Turishini qaranglar. Bular Dubayda emas, Xorazmda turibdi. Xorazmga kelganman okalar, lekin mashinalarni ko'rib men hayron qoldim. Qanaqa bu darajada mashina saqlash mumkin? Idealni turibdi. Masala, men bu mashina tak 333 kilometr yurgan ekan. Ichini qaranglar. Почти без пробег. Hidini qaranglar, afsuski telefon hidini yetkazib bera olmaydi. Clarion magnitofonlari bilan GCV rangdirmaydi buni, GCV rang. Ha, shunaqa. Bu yoqda bo'lsa mana Vishnoviy. Lekin men shuni o'zim olgan bo'lardim borku, rangiga 5. Turishini qaranglar. Bu 1100 kilometr yurgan ekan, probegi 1100 kilometr. Hammasi emas, to есть ikkitasi ham lyuks konditsioner. Bu mashinadan 4 ta turuvdi, ikkitasi sotilibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, $15,000 so'rayapti akalar mana shu mashinalarga. Lekin menda lichniy pul bo'lganida, endi bosh rangini olgan bo'lardim. Sizlar ham kommentda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Agar sizlarda ham lichniy pul bo'lganida olgan bo'larmidinglar? Men olgan taqdirimda ham buni haydamas edim. Dalshi garajga tiqib qo'yardim. Bundan yana 10-15 yillardan keyin haydab chiqsa juda ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Bilasizlar, Dubayda bitta Tiko yuribdi, stalnoy rang. O'sha Tiko ham xuddi mana shu avtosalondan chiqib ketgan. Xuddi mana shu avtosalondan chiqqan. Menimcha bu mashinani ham olib kimdir qatlargadir olib ketsa kerak. Bu avtosalon o'zimizni yaqin akamizniki. Ularning profillarini ham atmen qilib qo'yaman. Kimda Xorazmga mashinalar kerak bo'lsa yoki inomarkalar kerak bo'lsa ham bularga murojaat qilsanglar, keyin bizga zakaz berib, xuddi shunaqa ishlasa bo'ladi, akalar. Xullas nima demoqchiman? Lekin men ko'zlarim mazza qildi borku, mana shu mashinalarni ko'rib. Nima deysizlar? Narxiga stoyishimi $15,000 ga? Kommentariyada обязательно o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa 2-3 kunda yana Dubayda bo'lamiz. O'zim bu yoqda bo'lsam ham bolalar ishlayapti. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.